2000 so'mga butun O'zbekistondagi masjidlarni yuvib beramiz. Shunga ishonasizlarmi? Qanday qilib deyapsizlarmi? Videoni oxirigacha ko'ringlar. O'zbekistonda hozirgi kunda 2131 ta masjid bor ekan. Bizning sahifamizda 22600 ta obunachi bor ekan. Har biri 2000 so'mdan kartaga pul tashlasa, bu 45 million pul bo'ladi. 45 million pulga 15 ga yaqin masjidni yuvsa bo'ladi. Katta loyiha boshladik. Iltimos sizlardan ushbu videoni tarqalishida yordam beringlar. Faqat tarqatinglar, butun O'zbekiston ko'rsin bu videoni. Masjidlarni bepulga yuvishni boshlaymiz. Har juma 2000 so'mdan kartamizga tashlasalaring, biz masjidlarni bepulga yuvib beramiz. Shu narsani odat tusiga kirgizaylik. 2000 so'm arzimagan pul, lekin kuch birlikda ushbu masjidimizda hozir 1000 kvadratga yaqin gilam bor ekan. Jami nimasini yuvish kerak bo'lsa, hammasini yuvib beramiz. Mana shu gilam solinganiga 3 yil bo'ldi. 3 yildan beri hali biror marta yuvilgani yo'q. Tashqarida turgan gilamlarimizga aniq 7 yildan o'tdi. Biror marta yuvilmagan degan javobni oldik. Kelinglar, kuch birlikda hammamiz bir bo'laylik. Bloger akalarimizga iltimos qilaman, mana shu videoni repost qilib bizga tarqatishda yordam beringlar. Biz agar birlashsak 2131 ta masjidni 1 yilda 2 marta yuvamiz. Sizlar qo'llab-quvvatlasalaring bo'ldi. Ichimizda shunaqa insonlar bor, bitta masjidni o'zim yuvib beraman deganlar bor. Buni alohida direktga yozsalaring, o'zimizga lichkamizga yozsalaring, uni ham maslahatlashib yuvib beraveramiz. Muammo yo'q. Bunaqa yaxshi tadbirkorlarimiz bor. Bitta masjidni bitta o'zim ehson qilib oladigan akalarimiz bor. Shunaqa akalar direktga alohida o'zimizga chiqsa, aytgan masjidini borib yuvib beramiz. Olg'a O'zbekiston. Qo'llab-quvvatlashda yordam beringlar. Hozir biz Oltiariq tumani Eski Arab qishlog'idamiz. Birlashgan jome masjididamiz. Juda ham ko'p san'atkorlar bor. Endi nomma-nom aytib o'tirmayman. Bizni umuman gapirmayman deyishdi, lekin xalqimiz uchun motivatsiya bo'lishi uchun bu narsani aytmaslikning ilojisi yo'q. Bu masjidni biz san'atkorlar sizga ehson qilamiz. Mana shu masjiddan boshlang deb taklif bildirishdi. Men bundan juda ham boshim ko'kka yetdi. Sababi bu birinchi ishimiz bo'ladi. Oltiariqda juda ko'p masjid bor. Yana qilaman degan insonlar bo'lsa, alohida bizga chiqishlaring mumkin. Lekin o'zimizga o'xshagan oddiy xalq uchun 2000 so'mdan ko'p pul solish shart emas. Har juma shuni yo'lga qo'yaylik. Bu narsani men faqat mana shu 1 oy yo 2 oy uchun emas, umrimiz oxirigacha shu narsani yo'lga qo'yaylik. Bu amalga oshirish juda ham oson. 2000 so'm bilan hal bo'ladi. Bunda sizning yordamingiz bizga muhim.